Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Clash'da usul ko'rib turgan bazalarni qalay kaprivat qilib kerak, nusxalaw kerak. Ularning o'rinlarini qalay o'zgartsak bo'ladi. Ham bu chetdagi savrat, usillit ham nobe deb ko'rib turgan so'zlaringizda ishinde nizatlar bar ekanini men sizlarga tanishtiradigan bo'laman. Ya'ni bu yerda ko'rib turgan savrat degani bu sizlarga ataka ishlagan vaqtda sizlarning bazangizga ozg'antay miqdorda bo'lsa-da tashlab ketiladigan zatlar. Ya'ni ishinde aqsha bo'ladi. Rozvi ham qora eliksir bo'ladi. Endi usillitga kiramiz, pochkaga ishine kirsak, bu yerda har rubin ko'targanda, ya'ni ratushani ko'tarib borgan sayin bu yerda toza o'yinchilar qatori ochilib boraveradi. Bu yerda ne qiluvga bo'ladi? Ya'ni bu yerda 2 dona askerni qora eliksir bilan vaqtcha ataka islaganda olib tursak bo'ladi. Ya'ni super litsnitsa deb qo'ydi. Hozir bu yerda 25 ming qora eliksirga buni açsak bo'ladi. Ya'ni prostoy o'g'jayshidan universal o'g'jayshiga aylantiradi. Bu degani bir o'q atganda ol o'sha suratda ko'rib turganingizday stena ham boshqa zatlardan o'tib ketadi o'g'i. Al prostoyda bo'lsa teqqana oldidan stena chiqsa, stenani atib yo'q qilib, keyin eliksir emas boshqa zatlarni yo'q qilishi mumkin. Ya'ni bu yerda bu boshqa orqali 2 dona askerni bizlar vaqtcha atakada olib tursak bo'ladi. Keyin bu yerda kichkantay aq nobe degan yozuv bilan ko'rinib turgan zatimiz ishine kiramiz. Bu yerda bizlarga ruda beradi. Besplatniy 6 kundan, ya'ni bir haftadan bir keladi. Ham bu yerda har xil zatlarni, rudalarni, geroy uchun kitoblarni sotib olsanglar bo'ladi. Ya bo'lmasa geroydan boshqa da kitoblar bor. Ularni ishine kirgan vaqtda o'zlaringiz ko'rib olsanglar da bo'ladi. Ya'ni bu kristal bölümü edi. Medal rating bölümünde bo'lsa, basta ko'rib turgan 3 ruda geroylarni ko'taruvdi, geroylarning yordamchilarini ko'taruvdi, ham geroylarning qobiliyatlarini ko'taruvdi foydalaniladigan rudalar bo'lib hisoblanadi. Al keyin bu zoloto eliksir, ya'ni chorniy eliksirlar, bular главный baza, ya'ni hozirgi o'sha ko'rib turgan monetalar qatorida tushadigan elementlar. Ya'ni 200 qilish ochkosini buni 2,5 million aqsha sotib oluvga bo'ladi. 2,5 million rozvi eliksir ham 25 ming qora eliksirdan oluvga bo'ladi. Bir danadan 200 qilish ochkosini. Keyin bazani nusxalovda aytadigan bo'lsak, ya'ni shu yerda настройкаning yuqorisida qo'l belgisi turadi. Shu yerga kiramiz. Shu yerga kirganimizda bu yerda изменить platforma degan bor. Planirovka ham ikkinchi bo'lib turadi. Copyright planirovka degan. Üstüne bosamiz. Üstüne bossak, bu yerga vibrat qilib o'tkazib olsak bo'ladi. Ya'ni bizlarga 3 dona bazani har xil formada joylashtiruv uchun planirovka beriladi. O'zlaringiz uchun buni bo'lmasa
Play Market'te planirovka boyunca bazalar var. Ya bo'lmasa o'zingizning klaningizga kirib, ya'ni shu yerda bunda klaningizga kirib alsanglar da bo'ladi buni. 15-ratushaman hozir men. Men 15-ratushani copyright qilib olsam bo'ladi. Qolgan o'zim shaxsiy ko'rgan настройкамda alum mumkin. Ya'ni bu yerda endi qaytadan qo'l belgisine kiramiz. Bu yerda izmenit platforma planirovkani bosadigan bo'lsa, bu yerda общий удалить etuvga bo'ladi. Ya'ni o'sha ko'rib turgan bazangizdagi stena, elixir hammasini удалить bisi orqali yo'q qiluvga bo'ladi. Keyin buning o'rinlarini o'zgartiruvga bo'ladi. Ya bo'lmasa buni bir zotda qat'iy qilib olgan bo'lsangiz, atmenani bossangiz, ya'ni o'zining o'rnina qaytadi. Udalить etgan zotingiz. Misol ретінде ko'chiruvda ko'radigan bo'lsak, 3-chi bo'lib turibdi настройкада. Ya'ni buni qalagan joqqa qarab o'zgartiruvga bo'ladi. Strelkalar turgan bo'lsa, su ko'rib turgan strelkalaringiz orqali o'zlaringiz ya arqaga berga Google'ga yamasa mestlarni o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Keyin сохранить bosib chiqib ketasizlar. Al do'stlar, bugungi sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan zotlarim usulardan iborat edi. Clash bo'yicha qandaydir bir tushunmagan so'rovlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Iloji boricha sizlarga tezroq ham aniqroq javob qaytarishga harakat qilaman. Kanalga a'zo bo'ling. Qo'llab-quvvatlab keting do'stlar. Kanal ravoji uchun поддержка bersanglar biz quvonchli bo'lar edik.